Assalomu alaykum. Marhamat. Navbatdagi 60 kvadratli 2 xonali kvartiramizga xush kelibsiz. Kichkina obzor qilamiz. Bu yerda nima ishlar qilingan, qanaqa mebellar joylashtirilgan, qanaqa santexnika qo'yilgan, hammasini bitta-bitta kichkina videoda ko'rsatib boramiz. Xo'p, buni kirganda kattagina garderob, juda ko'p uy jihozlari, kiyim-kechaklar hammasi sig'adi. Bu yerda открытый polishkalar qilingan, hammasi dizayn asosida qilingan. Kirganda to'g'rimizda bu yerda sanuzel. Yana bitta xonamiz bor, spalnyamiz. Buni hozir kirib uni ham ko'rsatamiz. Bu zonamiz ham kuxnya, ham zal, studiyni. Kirganda o'ng qo'limizda холодильник, skrytый. Hamma bitovoy texnikamiz Hoffmandan. Bu yerda stиральный mashinamiz bor. Bu ham skrytый montajda bo'lingan Hoffmanda. Vitishkalarimiz skrytый montajda, u ham juda ajoyib uyni bezatib turibdi. Bitovoy texnikalar ham, toshlari ham, ranglari ham juda mijozimizga ham, o'zimizga ham yoqdi bu ishimiz. Pardalarimiz ham hammasi dizayn asosida tanlangan, ranglari hammasi bir-biriga mos, chiroyli bo'lib turibdi. Televizor ko'radigan zonasi bor, ham kompyuter bilan ishlab o'tirib, mana bu yerda kitob qo'yadigan, suvenir qo'yadigan polishkalarni chiroyli qilib Google'da joylashtirib qo'ydik. Bu kvartiramiz 2 xonali, 60 kvadratdan iborat 2 ta xona va sanuzel. Keling endi sanuzelga bitta kiramiz, ko'ramiz. Skrytый montajda ishlarimiz juda ajoyib ko'rinyapti. Kirganda chap tomonda kattagina rakvina qo'yilgan, polishkali, висячий unitaz, hamma santexnikamiz gurohdan. Bu yerda chiroyligina mebelni rangda shkaf qo'yib qo'ydik. Kirganda to'g'rida kafelni ikkiga bo'lganmiz. Однотонный цвет и taxtaga o'xshagan kafel qo'yib qo'yganmiz. Keramogranit hammasi. Noodatiy hamma joyda ko'rgan bo'lsangiz agar kirsa, leykani tagida ruchkalari tortmasi turadi. U ozgina neudobniroq. Bu yerda bu yechimni berganmiz. Bemalol kirib, suvni ochib, keyin qo'liga leykani olib ishlatsa bo'ladi. Xo'p, navbatdagi spalnyamizga kiramiz. Bu yerni bitta ko'rib chiqamiz. Spalnyamizga kirganda bu yerda ham skrytый eshiklarimiz, tepasida konteyner qo'yib qo'yganmiz. Spalniy kravat. Bu tomonda oynali garderob yasalgan. Ikki tomonda o'zini polkalari bor. Televizor bor bu yerda. 2 xonali bo'lgani uchun 2 ta oynasi bor bu yerni. Chiroyligina pardalari, yana bitta garderobni shkafi bor. Tualetni stolik, pufik, shunga moslashtirib, hammasi dizayn asosida oynalarni ham qo'yib qo'yganmiz. Mijozimiz juda xursand. O'zlariga ham yoqdi, ranglari ham приятный, tepli bo'lgan. Bizlarga o'zimizga ham yoqdi. Mijoz ham xursand, bizlar ham xursandmiz. Mana shunaqa Madera stildagi minimalizm kvartiramiz. Agarda sizga yoqqan bo'lsa agar like bosing.